Assalomu alaykum, China Motors obunachilari. Jak rasmiy dileri Buxoro filialida Maxosa darvoza oldidagi filialimizdagi sotuvda tayyor mashinalar haqida qisqacha obzor qilib beramiz. Jak Pickup T8 narxi 384 million, 4 ta balon vedushi, mexanika, benzinda propan metan o'rnatsa bo'ladi. Nalichi va avtokredit qilib olsangiz bo'ladi. Mashina sotuvda tayyor. Jak GS6 eng aqlli crossoverlarimizdan biri, 360 kamera, panorama, abagrev, abduf va pamять dizaynlar bor. O'zgacha ko'rinishga ega monoqoshlar. Mashinamiz Liet'ning kopiyasi. Narxi 330 million, nalichi va avtokredit qilib olsa bo'ladi. Gaz o'rnatsa bo'ladi, benzinda va avtomat. Mashinaning barcha ranglari sotuvda tayyor. Keyingisi Jak G7 liftback mashinamiz, 1.5 turbo motor, koja salon, avtomat, lyuklari bor. Sotuvda tayyor. Narxi 253 million so'm, barcha ranglari sotuvda tayyor. Demak, Jak M4 avtomat 8+1 9 kishilik B kategoriyada haydasa bo'ladi. Avtomat, balonlar mягкий, gaz o'rnatsa bo'ladi, metan ham, propan ham. Mashina sotuvda tayyor. Narxi 28 ming dollardan. Nalichi yoki avtokredit, leasing или причина. Siz istagan barcha turda to'lov amalga oshiriladi. Hozirda juda ham trendga chiqayotgan Jak X200 furgon bortoylarimiz. Narxi 276 million so'm. Nalichi va avtokredit qilib olsangiz bo'ladi. Sotuvda tayyor. Metan propan o'rnatsa bo'ladi. Benzinda 3 kishi o'tirsa bo'ladi. B kategoriyada haydasa bo'ladi. Gruzapodyomimiz 2 tonna kitobida yozilishi. 4,5 tonnagacha klientlarimiz bosib haydab ishlatib yurishibdi. Labo varianti 248 million. И tintovka varianti ham bor, 255 million. Ko'pchilikni sevimli mashinasiga bo'lib ulgurgan Jak M3 Plus mashinamiz. B kategoriyada haydasa bo'ladi, 1.8 atmosferli motor. Narxi 19.500 dollar. Nalichi avtokredit va metan propan o'rnatsa bo'ladi. Sotuvda tayyor. O'zim noodatiy ko'rinishi bilan ajralib turadigan bortovoyimiz Gelik bortovoyimiz Victor deb nomlanadi. 1.6 Dons motor, metan propan o'rnatsa bo'ladi, benzin tanlamaydi. Narxi 20 ming dollar. Nalichi va avtokredit olsa bo'ladi. Barchangizni China Motors'ning Buxoro filialida kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumot va olish tartibi haqida YouTube kanalimizga podpiska tashlab qo'ying. Barchangizga katta rahmat, like va podpiska tashlab qo'ying.